Assalomu alaykum muhtaram O'zbekiston Xalq Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janoblari. Sizga men O'zbekiston fuqarosi Toshkent shahar Yunusobod tuman baynalmilal jangchi faxriylar va nogironlar uyushmasining raisi, jamoatchi raisi sifatida 7 yildan beri faoliyat olib kelaman. Bizlarni o'z faoliyatimizda O'zbekiston mustaqilligini himoya qilishda, janglarda qatnashgan, Afg'onistondagi jangovar harakatlarda internatsionallik burchini bajargan jangchi faxriylar, vafot etgan jangchi faxriylarning ota-onalari hamda shu janglarda o'z yigitlik burchini bajarib, oyoq qo'lidan ajralib, hozirgi kunda 1-2 guruh nogironligi, urush nogironligi tenglashtirgan shaxslarning jamoatchi raisi sifatida sizga murojaat qilmoqdamanki, men o'zim ham zaxiradagi katta leytenant 1979-81 yillarda Afg'onistonning Fayzobod shahrida xizmat qilib, 2 bor yaralanib, 2-guruh urush nogironiga tenglashtirgan shaxs sifatida sizga murojaat qilmoqdamanki, davlatimizni biz jangchi faxriylar, baynalmilal jangchilar hamda O'zbekiston mustaqilligida xizmat qilgan, yurtimizni mustaqilligini himoya qilishda janglarda qatnashgan jangchi faxriylar nomidan shuni aytamanki, hukumatimizga rahmat. Bizlarga ko'rsatayotgan qator imtiyozlaridan juda ham mamnunmiz. Rahmat, qilinayotgan e'tibor uchun kattakon rahmat. Shu bilan bir qatorda shuni aytib o'tmoqchimanki, ayrim mutasaddi tashkilotlarning olib borayotgan siyosati biz jangchi faxriylar, nogironlarni ancha noroziligimizga sabab bo'lmoqda. Buning asosiy sababi 2023-yilgacha O'zbekiston Sotsial ta'minot vazirligi tugatilib, o'rniga Inson ijtimoiy milliy agentligi tuzilgandan so'ng bu noroziligimiz kelib chiqdi. Negaki, shu vaqtgacha bizlarni avia, temir yo'l, shaharlararo avtotransportdan foydalanish huquqini beruvchi talonlar berilmay kelmoqda. Buni sababini so'raganimizda, talon o'rniga sizlarga endi ID kartaga sizlarning barcha ma'lumotlaringiz kirgizilib, sizlar endi talonlarsiz aviakassalarda, temir yo'l kassalarida bilet olishingiz mumkin bo'ladi deb bizlarga 1,5 yildan beri va'dalar berib kelishmoqda. Shu orasida bizlar o'z huquqimizdan foydalana olmay, ya'niki boshqa shaharlardagi klinik kasalxonalar yoki bo'lmasa davolash maskanlariga borishga yo'l kiralarda qiynalib ancha azobda qoldik. Men shuni aytmoqchimanki, qat'iyat bilan axir bu ID kartaga kirilgan ma'lumotlar faqat O'zbekiston hududidagina amal qiladi. Xalqaro davlatlar chegaralardan o'tayotganda ID kartalar hujjat hisoblanmaydi. Bu MDH davlatlarida faqatgina chetga chiqish pasporti bilangina bo'ladi. Unda bizlarga talon bilan birga qo'shilib guvohnoma kerak bo'ladi. Ya'niki urush qatnashchisining guvohnomasi hamda nogironligi bor urush qatnashchisini hujjatisiz bu biletlardan, bu o'z huquqlarimizdan foydalana olmay, bu biletlarni ola olmaymiz-ku. Shu to'g'risida biz ma'lumot beryapmiz. Ular bizlarning fikrimizni, biz aytayotgan ma'lumotlarini o'rganib chiqmasdan yuqori tashkilotlar, ya'niki Mudofaa vazirligi hamda O'zbekiston Inson ijtimoiy milliy agentligi bu ishlarga panja ostidan qarab, bizlarni aytgan gaplarimizga umuman quloq solishmayapti va shu ID kartani chiqaramiz deyapti. Axir bu milliardlab davlatimizni pullari sarflangan narsa
O'zbekiston hududidan chetda o'tmasligini bila turib aytsak ham, hay bo'lmaydi bu. Mana xalqaro hujjatlar bo'yicha faqatgina talon va urush qatnashishi yoki nogironligi degan guvohnoma bilan bilet beriladi degan gapimizga quloq solishmayapti. Bizlar 1,5 yil davomida O'zbekistonning turli hududidan xatlar bilan murojaat qilmoqdamiz O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga, lekin hayronmizki, bu qabulxonadagi o'tirgan mutasaddilar o'z vazifasiga juda ham suiqonlik bilan yondashib, biz yozgan murojaatlarni hech qanday vakolati yo'q, hech qanday imkoniyati yo'q, na moddiy imkoniyati yo'q rayon bo'limlariga yuborishmoqda va o'z-o'zidan bizani noroziligimizga sabab bo'lmoqda. Hurmatli prezident, mana shu masalada o'zingiz O'zbekiston xalqining konstitutsion huquqlarini himoya qilish eng bosh garanti sifatida sizga murojaat qilmoqdamiz, sizga umid bilan qaramoqdamiz. Biza o'z xalqimizga, o'z prezidentimizga sodiq bo'lib qolamiz. Qasamyod bir marta beriladi. Biz shu O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekistonning tinchligi, farovonligi uchun doimo hali ham xizmatdamiz. Yurtimizda olib borayotgan ishlarimiz hammaga ma'lum. Maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, harbiy qismlarida borib vatanparvarlik haqidagi uchrashuvlar, 3 avlod uchrashuvlarida doimo qatnashamiz. Yoshlarimizni vatanga sevishga, vatanga bo'lgan muhabbatini oxirgi tomchi qoni qolguncha xizmat qilish haqidagi uchrashuvlarni o'tkazamiz. Bizlar bundan mamnunmiz, chunki biz shu xalqning farzandimiz. Demakki, bizni kundalik hayotimizda bo'layotgan bu to'siqlarni sun'iy ravishda hosil qilmoqchi bo'lgan ayrim rahbarlarga siz o'zingiz ularga bu narsani noto'g'riligini aytib qo'ymasangiz, ular bu ishda davom etib xalqimizni milliardlab pulini isrof qilishgacha bormoqda. Sizda umid bilan aytamizki, o'rtoq janob prezident, bu xalq, bu yurt uchun doimo xizmatga tayyormiz. Mana shu xizmatimizga labbay deb javob berib, bugungi masalalarni yechishda bizga yordam berasiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Butun O'zbekiston xalqiga mana shunday hozirgi kunda xalqimiz katta shodlik bilan kutayotgan 9-may xotira va qadrlash kuni, buyuk g'alabani nishonlash kunida biz jangchi faxriylar, keksa avlodni ham ishonchini oqlab, ularni bu bayram oldida bir quvonch baxsh etasiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling.